Oyijonisi, men psixologman va farzand tarbiyasida men ham ko'p xatolar qilganman. Bu xatolarni hozir sizga aytib bermoqchiman. Demak, men eng katta qilgan xatoyim bu bolaga ideal ona kerak deb o'ylaganim. Farzandlarimni vaqt soatida grafikda ovqatlantiradigan, to'g'ri sog'lom tanasiga e'tibor beradigan, dorilarni vaqtida ichiradigan, kiyim-kechagiga e'tibor beradigan, ozoda bo'lishiga hech qachon dazmollanmagan kiyim ham hattoki kiydirmaganman va hamma narsaga juda ham qattiq e'tibor beradigan ona bo'lganman va yillar o'tdi, shu tarzda davom etdi. Bu bog'chasiga, maktabiga chiqqanda ham davom etdi va bilasizlarmi, bir kun men bitta haqiqatni tushunib yetdim. Farzandga ideal ona emas, shunchaki расслабленный go'zal bolalik kerak ekan, xotirjam ona kerak ekan. Men ideallik ortidan yugurib bolalarimda xavotirli darajasini yuqori qilib yuborgan ekanman va o'sha tushunib yetgan kunimdan boshlab men hamma narsani qo'yib yubordim. Ya'ni o'zim расслабиться qilishni boshladim. Оказывается, qoidalarni buzish mumkin, noto'g'ri ovqat yeyish mumkin, har kuni emas, lekin xato qilish mumkin. G'ijim kiyim kiyish mumkin, kir kiyim kiyish mumkin. Buni ortida sog'lom va baxtli va xotirjam bolalik borligini tushunib yetdim va bundan keyin bolalarimga ham bosimni pasaytirdim va hozirda bolalarim erkin, baxtli va xotirjam rivojlanishyapti. Mani sahifamga obuna bo'ling. O'zimni yashab o'tgan va o'zim tuzatgan xatolar bilan sizga yordam beraman.